Assalomu alaykum Nazira xola, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sizlarning bolalaringga shukr. Mana bugun 2-kun lazer terapiya, 3-kuni massaj olyapman. Bunaqa tuzalaman deb o'ylamagandim. Men hali lecheniya ham tuzalsa, o'zi bolalardan so'rab yurdim. Bu yigitni Xudo yo'liqtirdi menga. Shu kecha bildim foydasini, 2-martasida kecha sezdim. Birinchi lazer olishim edi. Bugun mana Allohga shukr, 2 lazer olishim. Bu personalda Afzaljon G'afurov degan personal qancha men institut travmatologiyada, eski tashmida, semashkada men bir yil mobaynida mayli qo'pol bo'lsa ham hamma yog'im patiri chiqib ukollarda olib bo'lgan edim. Men o'zimga ishonchim yo'q edi. Mayli ko'ray, hamma menga operativniy yo'l bilan oldiring, baribir foydasi bo'lmaydi deb aytishgan edi bolalarim ham. Yo'q dedim. Men qanaqadir ixlos qildim. Bularni shogirdlariga borib qolgan ekanman. Zuhriddin Salahidinov degan YouTube'da hamma bilishadi, butun O'zbekiston xalqi, даже MDH davlatlari ham. Lekin men o'shalarning tavsiyasi bilan bu yoqqa keldim. Bular ustozlari bo'larkan Afzaljon. Meni juda iliq kutib olishdi. Birlariga ming bersin, Alloh rozi bo'lsin bulardan. Men aytmoqchimanki yurtdoshlarimga, meniki eng og'ir joyida bilaman uni. El5, S1 degan joyida, El4, El5 u hammada bor. Lekin mana shu hayot taqozosi bilan bo'lgan ekanman. Men yana hayotga intilishim oshdi meni. Yana qiziqishim oshdi, chunki men ham ishonchim yo'q edi unchalik. Lekin men roziman. Olganlari osh bo'lsin, Xudoya qilgan xizmatlariga rozi bo'lsin bizlarga. Bizlarga qo'shimcha xizmatlar ham, qizlarning muomalasi, mana Azizaxon, Maftunaxonlar, bunaqa personal yanada rivojlanishiga men Xudodan, Allohdan yana bir bor so'rayman, duo qilaman, ishlarini barakatini bersin. Bizlarga o'xshab qiynalib yurganlarga bular ham eskichasiga, ham yangichasiga duo olishyapti. Barakasini bersin, amin deb qolaman. Xudo rahmat hammangga. Alloh shifo bersin. Kelganingizga nisbatan necha foiz og'riq ketdi? Kelganimda agar 100% deb olgan bo'lsam, menda 70% o'zgarish bor 3 kunda ichida. 30% endi ishonchim oshdiki, men mashqlar bilan ham zanimatsiya qilsam yengaman deb yurdim. Menda umidim yo'q edi. Buni endi baribir oxiri shu anaqaga boraman, operatsiyaga deb yurdim. Yo'q, endi men yenga olayman. Inshaalloh. Yengishimga ishonaman. Bu personalga ixlosim oshdi. O'zi Qorasuv oldida uzoqroqda turaman, lekin men kelaman. Bu qayerda bo'lsa ham meni og'riqlarim ketdi. Alloh shifo bersin. Sizlarga rahmat. Bu nima anaqa bo'lsa tekshiruv deysizmi? Apparaturalariga gap bo'lish mumkin. Mana vibratsion massajlar, qizlarni